Bugungi videomiz 3-4 ta biznesi bor, puli oshib toshib yotgan hoji akalarga bag'ishlaymiz. Bilaman, ayrim hoji akalar bor, 3-4 ta biznesi bor, puli oshib toshib yotibdi, ehson qilishni yaxshi ko'radigan. Ehson qilib yurgandir ham hozirgacha-yu. Ehson qilmoqchi bo'lgan ayrim hoji akalarimiz lekin kimga ishonishni bilmay, o'zini cho'loq, kar ko'r ko'rsatayotgan yolg'onchilardan bezib qolganda kimga ehson qilishni bilmayapti. Hoji aka, keling, bizning klinikada shunaqa bemorlar bor. Shularga ehson qiling. Endi bunaqa xizmatlar har doim qilinib yuribdi ayrim bemorlarimizga, lekin biz hali siz darajangizga yetgan hoji aka emasmiz. Pulimiz unaqa ko'p emasligi uchun hammaga ham yordam bera olmayapmiz. Ayrim bemorlarimiz bor, og'ir ahvolda keladi. O'zi shundoq ham pul yo'qligidan bir hafta 10 kun kechikib kelgandan juda og'ir ahvolda kelayotgan bemorlarimizga mana plastik kartalarimizni qoldiramiz yoki keling, telefon raqamimizni qoldiring, o'sha bemorlar uchun chaqiramiz. Kelib, ko'rib, o'zingiz qanchadir qismini to'lang operatsiyalarini yoki kelib klinikamizga naqd pul tashlab ketishingiz mumkin. Albatta, bu narsalar har doim ko'rsatib boriladi. Plus aynan qanday bemorga yoki qaysi bemorga ishlatilganligi haqida to'liq sizga ma'lumot beriladi. Bu videoga like, podpiska bosib qo'yishingiz esdan chiqmasin va ehson qilishni yaxshi ko'radigan hoji akalarga jo'natib qo'ying. O'zi hammadan ham like, podpiska so'rayvermayman. Endi bu ko'proq tarqalsa, ehson balki ko'proq bo'lardi dedim-da.